Xo'p. Endi Omonbek bizga mana bunday semental gibrid zo'r bo'lsin, lekin narxi arzon bo'lsin degan obunachilar uchun mana sizlarga arzon o'ta go'zallari, zo'rlari. Assalomu alaykum, So'roy bozori kanali hurmatli obunachilari. Bizni muntazam ravishda, tasodifiy ravishda kuzatib borayotgan YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, sigir ishqibozlari mana bunday soatiga toza xunojin ishqibozlari. Mana bugun sizlar uchun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha mashhur optimchilari va arzonchilar yig'ilgan Soriq qishlog'i Toshloq mahallasidan obunachilar yana bir kanalimizga yangi mehmon bo'lgan Ilalbek akamizni mini mafimasiga kelganmiz. Obunachilar bugun hafta kuniga chorshanba 10-dekabr 2025-sanasida mana bunday syomkalarimizni boshlaganmiz. Bir donadan like tugmachasini bosib kanalga obuna bo'ling. Shunda biz chiqaradigan videolarni birinchilardan ko'rish baxtiga muyassar bo'lasizlar. Qani bo'lmasa so'z navbatini Ilalbek akamizga beramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Charchamasdan. Olib kelib oldingizmi? Ha, aka, rahmat. Olib keldik. Assalomu alaykum obunachilar. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab, like bosib, komment bosib, fikrlaringizni bildirib turaverasizlar aka. Ozgina sifatli arzonlarni olib keldik aka. Xudo xolasa. Xo'p, bo'lmasa bir boshqatadan sekin boshlayveramiz. Nari tarafdan boshlaymiz, qaysi tarafdan? Xo'p, bo'lmasa obunachilar birinchisiga mana bunday semental gibrid o'ta zo'ridan, zot tozasidan so'raganlarga mana sizlar uchun obunachilar orqa boshlari ham xudo xolasa, jonivor ey. Go'zal holatda ekan. Hop. Kelajagi bor narsalar. Xudo xolasa yaxshi narsaga o'xshayapti. Obunachilar imkon darajasida videoni uzoqroqdan olishga harakat qilyapmiz. Nimaiki, realni ko'rsin deyish maqsadidan. Hop. Bo'lmasa buni haligimi o'lchangan. Bo'y eng balandligi necha pul, eng haligisi bo'ylari qancha chiqadi? Cho'zib ketmasligi uchun aka o'lchab qo'yganmiz. Ha. 1 plyusdan 95 gacha mollarimiz bor, 95 plyusgacha. Bo'laveradi. Bo'lmasa qanaqadir ma'lumotlar bo'ladigan biz o'zlaringa aloqaga chiqsa, bo'yni o'lchab video syomka qilib beriladi. Bor ekan. Bo'laveradi. Bo'lmasa buni hop, yosh oyligi qanaqaga deytabir? 4-5 oylik aka. 4-5 oylik. Buzoq juni to'kilmagan variantida hali. Ha, buzoq juni to'kilmagan variantida obunachilar. Xo'p, bo'lmasa, videomiz cho'zmasdan buni narxini ayting, hammaga narx qiziq. Ikkitasini bitta qo'yib beramiz aka. Xo'p, bo'lmasa bunisini ham sherik qilib qo'yamiz. Bu ikkalasi endi ochiqni aytganda obunachilar bo'ylari 1+, kelaveradi. Lekin buni ham xolos o'rqovoshlari yaxshi holatda ekan. Endi imkon darajasida obunachilar syomkamizni qilyapmiz. Kech tushib qoldi shunga. Shoshilib syomka qilyapmiz. Qanaqadir ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, albatta pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, bo'lmasa bu ikkalasini narxini bir joyga bo'ladigan bo'lsa 9 million so'mdan ketaveradi bir joyga. 9 million so'mdan. Xayrisi bor ekan. Telefon qilsa ish bitadi. Xayrishi bo'lmaydi, to'g'ri. Telefon qilsa chiroyli qilib, endi ochiqini aytganda biz hali Samarqanddan obunachilarimiz bor. Hop, Sirdaryoda obunachilarimiz bor. Kommentariyaga yozishyapti, aka arzonidan chiqaring. Bizga kartalarigacha pul tashlab beramiz, jo'natib yuborsa deyishyapti. Jo'natib yuborishga imkoniyatimiz bormi? Vodiy bo'ylab besplatni aka. Bundan oyog'iga kelishamiz. Hop, kelishilgan holatda bu ikkalasini chiqarib berilaveradi. Obunachilar 9 million so'mdan narx qo'yildi. Albatta, kommentariyaga qayerdan kuzatyapsiz bemalol yozib o'z fikringizni qoldirishingiz mumkin. Bo'lmasa biz bundan keyingilarini ko'rsatishni boshladik. 4tasini bitta qo'yib beramiz. Hop, 4tasini bitta qo'yamiz. Obunachilar mana sizlarga 4 ta olaman dedingizmi? Bitta olaman dedingizmi? Unaqa ham sotilaveradi. Hop, bo'lmasa undan keyingi ikkitaligimizdan keyingi 4 talikda birinchisi, hop, bu shved tonida ekan. Buni shved aka. Hop. Bunisi ham, jonivor. Bunisi ham, bunisi qora shved, bunisi sariq shved variantidan obunachilar xohlasa mana oyoq daligilarini, qo'llarini ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa yaxshi holatda ekan. Hop, bu uchinchisi. Arqonga ham tushmagan aka. Hop. To'g'ri yurgan. Arqonga tushmagan ekan obunachilar. Hop, bo'laveradi. Bo'lmasa bu uchinchisi. Mana 4-inchisi aka. Hop, bunisi 4-inchisi. Obunachilar mana bir qator yana bir ko'rsatib o'taman. Yana qaytaraman. Tushunmagan ma'lumotlaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilasizlar. Imkon darajasida video syomkalar, qanaqadir holatlar, zakazlar tashlab beriladi. Bemalol kelib, ko'rib olishlari mumkin. Xo'p, bo'lmasa bu 4tasini bitta joyga narxini necha pul qo'yamiz? 8 million 500 mingdan ketaveradi aka. 8 million 500 ming so'mdan. Xayrisi bor, xayri sunnati bor aka. Xo'p, bunisini ham misol dastavkaga jo'natishlar hamma yo'g'i bor, xudo xolasa. Vodiy bo'ylab besplatni u yoqqa kelishamiz aka, vodiydan tashqarisi. Xo'p, bo'laveradi. Bo'lmasa obunachilar 4tasini bitta joyga bunaqa 9 million 200 9 million ham yo'q narx 8 million 500 ming so'mdan albatta. Hop, So'roy bozoridan telefon qilding desalaring, albatta yaxshilab
hop sunnatiga hayrisiga o'tib beradilar. Bo'lmasa, hop oxirisidan o'sha Simmental so'radingizmi obunachilar? Simmentalga gibrid aka. Simmentalga gibrid variantidan. Oh, jonivor. Gapir, yechib ham ko'rsataymi buni? Bo'laveradi bo'lmasa obunachilar mana yechib bir qator. Mana tumshuqlarni bir ko'rsatib qo'ying. Hali bitta narsa obunachilar mana. To'g'ri, narigilarga nisbatan bo'yi kichkina, lekin zoti bor, xudo xolasa kelajagi bor narsa ekan. Xo'p, mana shuni endi eng kichkinasi 95 dediga, 95 ga ketaveradi. 95 Plus lekin 95 ga berilaveradi. Xo'p. Obunachilar, hop, endi narxini bir Ilorbekdan kuniga qo'shib ko'ramiz. Qani? 8 million 200 ming ham yo'q aka. 8 millionga ketaveradi bir joyga. Bitta o'zini. Yana xayrisi bor aka. 8 millionga telefon qilsa xayri bor-a? Yana xayrisi bor. Obunachilar 8 million so'mga mana. Ha, tanlash imkoniyati o'zingizda qo'lingizda. Hop, qorasini olarmidingiz yoki bu olasini olarmidingiz? Albatta, telefon qilasizlar imkon darajasida Elyorbek narxini kelishtirib yo'lda qilib beradi. Hop. Bo'lmasa, mana misol 5 ta yoki 6 tasini misol optimiga hisobingiz chiqqanmi, chiqmaganmi? Chiqmagan aka. Telefon qilishsa yana o'zlariga tushuntirib o'tamiz bir qator. Ha, bo'laveradi. Bo'lmasa telefon qilishsa imkon darajasida hisobini qilib, misol obunachilar bor-da, misol 7 tasini, 8 tasini bitta joyga oladigan obunachilar ham bor. Bo'lmasa telefon qilishadi imkon darajasida o'zlariga chiroyli qilib narxini kelishtirib beraverasiz bo'lmasa. Hop, obunachilar, biz bo'lmasa shu yerda video syomkalarimizga yakun yasaymiz. Kelgusi videolarimizda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar obunachilar.